kichkina shahar o'yinini o'ynaymiz. Shunda bizga hozir ismimizni Carlos MC Gaming qo'yamiz. Mana bo'ldi, Carlos MC Gaming. Xo'sh, endi qaysi birini tanlaymiz? Menga ko'proq mana bu yoqda mashina tanlaymiz. Yo'qda mana buni. Mana buni tanladik. 3-kartani bo'ldi. Hozir o'yin ishlaydi. Ana paydo bo'ldim. Xo'sh. Nechta almas? 15 ta. Normal. Aha, yangacha o'yli qo'shilgan ekan. Xo'sh. Uy, $7 Xo'sh, bitta quramiz bu yoqda. Ha, bu endi kichkina shahar. O'shanga kichkina shahar taykuni. O'shanga shunaqa. Xo'sh, mana endi yo'l qo'yib chiqsak bo'ldi. Xo'sh, yo'l qo'yamiz. 320 taga. Yo'q, bu o'shin qimmat. 320 taga. Boshqachasi yo'qmi ekan? Bittadan yo'l. Aylantiramiz hozir. Boshqa tarafga aylantirish mumkin emas ekanmi? Qanaqasiga aylantirish o'rganaman-da. Mayli. Yo'lni sal keyinroq qo'yamiz unda. Uy, hammasi 320 tadan bo'lib ketibdi. O'sha tarafga kerak emas, xo'sh. Bular ko'proq burger yesa kerak. Mana bo'ldi mana. Burgerni mana qo'yamiz. Bo'ldi. Zakусочный bu mana. Men endi yo'lni qo'yib olman mana. Buni aylantirish mumkin emas ekan baribir. Mayli, bundoq qilib. Mana, tayyor. Xo'sh, endi burgerdan kelamiz. Mana shu yerda. Yo'q, bo'ldi, yo'q, ko'tartirsangiz. Mana. Yo'q. Turib. Xo'sh, endi qaylatgan qilish kerak. Kirib turib. Mana shaharlardan bittasini ekan, mana bu uyni ishlatamiz. Mana shu Xo'sh, va like bosib qo'yinglar, iltimos. Biz endi kuchayamiz. Xo'sh, magazindan to'plab oldim qasddan. Mana bez elektrичество. Bo'ldi, hozir elektrичествоni qo'yib beraman. Xo'sh, elektrичество qayerda? Qo'ylargina. O'zbekiston bayrog'ini qo'yaylik.
Şimdi bitti fener yok ekanmi? Lekin fener yok. Şimdi hech qayerda o'likni fener yo'q ekan. O'shim-ku bu. G'alatimasmi? Qayerda yana bormi? To'g'ri. Mana eng 4-levelda ekan. Uncha qurishni bilmayman, shuni kechirasizlar. Topdim. Emas. Buni joyiga qo'yamiz. Bunga emas. Hoş. Su içsek çıkıyordum ekan bo'pti. Hoş. Tamam. McDonald'sga qo'ydik. Endi bitta qanaqa bir mana qistaniya qo'ysam bo'ladi. Faqat bunaqa. Bunisi mana qo'yamiz. Ana bo'ldi. Endi bunaqasidan katta staniyadan bitta olib buraya qo'ysak bo'ladi. Mana qo'yamiz. Bu 50 kga. 50 mingga. Yo'q. Normalniy hamma joyi. Ana odam kelmoqda. Maktab qo'yishimiz kerak, maktab. Qanaqasidan bog'cha yo'qdi. Maktab bo'lmasa. Qayerda bo'ladi? Klinika yo'q. Mana detskiy sad bor ekan. Oxiri qidirib topdim do'stlar. O'zi bo'lmayapti-ku, yoqib qo'yamiz. Mana. Bo'ldi. Xo'shingni detskiy plashadka yo'q mana. Detskiy sad bor. Unda bizga maktab kerak. Bo'lmasa mana. Shkola bor ekan. Unda yo'q ekan. Demak. Xo'sh, demak mana suv ichadigan o'rnatamiz. Qayerqadir. Yangi yo'l qo'yaman. O'zim buni olib turaydi. Yangi yo'l qo'yamiz. O'zbekistonning bayrog'ini keyin qo'yaman. Endi suv ichadigan joylar bo'ladi mana. Suv ichishga mana joy. Mana elektr tokka shaharga kerak. O'shanga biza olamiz. Do'stlar, hozir men yoqqa hozir qachon 3-level bo'larkan mana. Bitta katta staniya quramiz unda. Mana klinika
klinikada klinika qanaqasidan noto'g'ri bo'lib qoldim. Jonim o'zgartiramiz. Tayo. Testlar bo'lib qolibdi mana klinika. Xo'sh. Mana bu tekst bo'ldi. Xo'sh. Men rahmat bo'pti. Nasib yo'l qo'shamiz bularga. Bolalikka ham chiqamiz unikida. Yo'q, hali bolalikka. Hali shunaqasini uzun qilsa bo'larmidi? Bu yoqqa mana qo'yamiz. Bitta tarafdan olib kelib qo'yib qo'yamiz. Mana endi Aşağı qo'ysak. Xo'sh, mana do'stlar, siz bilan videoni tugatamiz. Bo'pti, xayr.